Живой tuyaqushni hayotimda endi ikkinchi marta ko'ryapman. Birinchisi bozorda ko'rdim. Va bitta ko'ring, bitta. Bismillah. Voydo. Gal cho'qiydi endi o'xshamayapti-ku. Hala bu qarg'avor emasmi ishqilib? Ha? Chapa salto otib olib oyog'ini sen. Uni kichkina ekan, uni. Ha, o'zi kichkina ekan. Bunisi ikkitasi katta ekan. Go'zal. Bismillah. Qarab qo'y. Uni oyog'ini qara. Tipratikonda teri anaqasiga o'xshagan, tikonlarga o'xshagan. Ismini nima qo'yam? Eng kattasi mana ekan. Uni oxiri ochilib qolibdi. Kechki. Bular Yurishini qara, kablikda yurganda o'xshagan. uyqusirayapti. Uyqusirayapti, to'g'ri. Juda hayronman, juda hayratdaman, shokdaman o'zim. Shu darajada fermada tuyaqush boqaman degan hech bir xayol bo'lmagan. Shunchaki bir Alloh ko'nglimga soldi, bir istab internetlarda timiskelasam chiqib qoldi. Srochni kelib olib ketyapmiz, mana Xudoga begiso shukr. Juda ajoyib narsalar ekan. Kablikda yurganda yurar ekanda bular. Ikkitami, uchtami bular ham? Ikkitali ekan, aytyapman. Serios? Qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'lar ekan mana? Qarang. Men 3 tala bo'lyapman. Men ham 3 ta hayolimda hozir. 3 ta bu to'g'ri. O'rtab. Mana men deydi. Ajoyib ekan. Rostdan ajoyib yurar ekan. Mana kichkinasi ish qilib baxayr bo'lsin buni oxiri. Go'zal. Rostdan go'zal narsalar ekan. Kattalarni imkon bo'lmadi bitta ko'rsataman. Juda ham ish uzaqda. Joy ham dahshat katta ekan. Kech keldingda endi